Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Men bugun yangi video bilan o'rtog'im bilan salomlashib qo'y. Assalomu alaykum. Isming, familiyang? Baxtiyorov Abduram. Bu men uyimga keldi. Bizda bugun challenge bo'ladi. Bizda ko'p. Videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiska esdan chiqmasin. Hozir biz o'rtog'im bilan kuch sinash o'ynaymiz. 5 ta raund o'ynaymiz. Menimcha men faqat yetsam kerak. Mana ancha kattaroqman. 1 yoshga. 1ga. Ancha shug'ullanib kelganda. Shug'ullanib ketdilar. Kamlari kamtar. Sizlar ko'ryapsizmi? Hozir yo'rtashimizni. Birinchi o'yinlaylik, kim yutadi? 1, 2, 3. Chiqib ket, o'rta turdi. Bejar qolmayapti. O'rta yotibman. To'g'ri tur. Yotaman. Mana. Oldimni qo'yinjak. O'rta qo'ling chiqib ketyapti. Qanaqa chiqyapti? Mana turib qolsa. Kim yutadi? O'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Stop yu. Oxirida lekin qilmayapti vallahi. O'rtoq qo'ling oldi. O jinni. Birinchi raund. Qanday qolma. O jinni mana Anaqa qo'ysa. bo'lsa tegib tursa bo'ldimi? Sen mana qo'ysan o'rtoq, to'g'risida. Chiqmadi o'g'lim. Mana turdi. Nohaqli qildimi yoki chesni bo'lmayapti. Yo'q, bo'pti. Ikkinchi raund. Birinchi raundingga qo'yib berdik. To'xta, Qo'yib bermading, hech qanaqa. to'xta. Voy. Turasan, ha? Odam degan sekinroq qiladi. Sekinroq qiladi. 1, 2. Bolam aytdim menimcha. Voy. Yotmadi, o'zing yotyapsan. G'alati turamisan sen. Yes. Yotolmaydi. Voy, yotib olish mumkin emas dedi. Mayli, hop, bir zato. Qanaqa? Sen O yotib olish mumkin emas. Nechasini qilding? Bolam aytdi, nechasini qilding? Birinchi raundda mendan qilib turdi. Mayli, birinchi. Endi bu qo'ldan yeyilikcha. Bu qo'l charchab ketdi. To'g'ri qo'y, to'g'ri. Mana Davay. bitta deyib kelsam bo'ladi, 1, o'rtoq. 2, 3. Lekin chap qo'lda hech kim kuchi yo'q deb ochdi. Ya, chap qo'limda kuchim yo'q mana. 2 yo'q. 3 ta raund o'tdi. Yana 2 ta raund. Yo'q, o'ng qo'lda qilaylik. Men qo'lim. Isroil. Meni qo'lim kelmaydi o'ng qo'lda yaxshi. Mayli, kel. Ozgina dam olish kerak-da, qo'lan. Bo'pti, bo'lmasam ozgincha berayman. Birinchi uni nima qilishini eshitib olamiz. Sizlarga yetadi, lekin men eshitmayman. Sen qarab ko'r. Qara, sen o'zing taktikang aytasan, ha? Eshitmay turaman. Bor, o'zing taktikang ayt. Ha? Sen qanaqa yutishing? Ha, eshitdi. Birinchi qo'lni ortish kerak. Ushlab turish kerak-da. Qo'lni ortib, keyin egib olish kerak. Uni qo'li organda egib olish kerak. Bo'ldi, Isroil. Endi sen chiqib turma. Taktikamni qo'lga olaman. Bo'laman taktikam. Bo'ldimi? Yo'q. Bo'ldi. Uchinchi raund. Hamma taktikasini eshitib oldinglarmi? Sindirmadim. Ay.
Pising. 1 2 3 to'xta. Bitti. Iloyim aytdi. 1 2 3. Ya o'rta turdi. O'rta turdi boshqatdan. Turmaydi. Yo'q, bor. Boshqatdan. Sana yotib olding. Hozir. Ortam sizga. Ozgina qoldi bo'ldi. Lekin hal tegmayapti. Abdurahmon yoki Isroil o'shan kommentariyga Taktikamni qilaman, taktikam. shu taktikam ular. Yo'q. Ha. To'g'risini aytsam, tegdi. Yana bitta raund qoldi. Bo'ldi, sen yutding. Men yutdimmi? Ha? Hozir 3-1 bo'ladi. Agar men yutsam, baribir agar men hozir bu raund Men yutishimga ishonardim. Bo'ldi endi. Nima challenge bo'ladi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videoda yoki hozir olib qo'yishi ham mumkin. Ikkinchi qismini. Ha. Endi qanaqa video chiqaramiz? Buni Abdurov aytadi. Keyingi safar Hozir. hozir ikkinchi qismida shashka o'ynaymiz. Ha, ikkinchi qismida shashka o'ynaymiz, to'g'ri? Hop, hozir nima o'ynaymiz? Shashka o'yini bo'lmaydi, seni hozir qo'ymaydi. Hozir bo'lmasa hozir emas. Futbol o'ynaylik. Ertaga yoki indinga o'ylab ko'ring. Futbol o'ynaylik. Mushu kerak bo'lsa, ana mushugim bor. Agar mushu ko'rsanglar desanglar, men ko'rsataman. Uyda. Hop. Men seni ham chiqadi. Hozir miyamizga kelmayapti. Nima video olish. Kim mushu yosh ko'rsa, o'zim ko'rsataman. Kim shu yosh ko'rsa, like, podpiska bosib qo'yinglar bo'ldi. Ko'rsataman o'shanda. Komment yozsanglar ham ko'rsataman. Like, podpiska, komment yozsanglar aniq ko'rsataman. Bitta o'sha ham like, podpiska, komment yozinglar. Iltimos bitta bo'lsa, o'zi bitta bo'lsa sizlarga. Hop, endi voleybol o'ynaymizmi? Hozir emas. Hozir. O'rtoq. Leje. Bitta o'ynaylik, 7 minut bo'lib qoldi. Deychi bo'lsa 10 minut bo'lsa, 10 minut bo'lsa joyim. Bo'ldi, endi bu o'ynamayapti. O'ynasa, ha? Ha, do'stlar. Qiziq qolmadi. Qiziq qolgan bu. Og'isi kelmayapti bu molni. Ha, deb yozib qo'yinglar. Hali 10 yillardan keyin stream olamiz. 10 yil. Ha, 10 yildan keyin stream olamiz. 10 yil, bilasan, Hop. Bolalar, shu yerda hozir tugaydi videomiz. 10 minut bo'lsa tugaydi. Yo'q. Hali 10 minut emas. Ana 10 minut. Mayli, 10 minutgacha mana sen aytgan narsani qilaman. Bo'ldi, voleybol o'ynaymiz, bo'ldi. Qiziqarli bo'lish uchun senga like, podpiska bosishing uchun. Bosmasa keyingi safar sen bilan 10 minut qilmayman. Bo'ldi. Agar like bilan komment, like bilan obuna bosmasanglar, obuna bo'lish hozir. Agar unaqa bo'lmasa, 10 minut video olmaymiz. 8-7 minutlik video olamiz. Ana ko'pdan bor. Ham bo'l. Keyin men ko'rasam, o'tib qolmadi. Ko'rsatasanmi? Mana ko'rasam qolmagan. Chunki oyim tez ovor dedi. 4 raund o'yindan Mashina o'ynaymiz. Yaxshi bo'lmaydi. Mana ko'rib olinglar. Qanaqa ko'p bu. Ko'p ketgan. Hop, buni hozir qo'ysam, Ko'pichiga solib qo'ydi sizlar. yo'q, voy. Qochib qo'shim berishga. Mana, qochib tursangiz. Hop. Bash. Bo'ldi, ketsangiz. Menga ber. Sen qochib. Voleybol. Menga ber. Ko'ryaptimi? Ol. Ol. Burib ol. Tima, asalchin. Bo'ldi, hozir tugagan. 10 minut bo'ldi уже почти. Hammaga xayr, mas hali. Yana hammaga xayr, salomat bo'linglar, like, podpiska esdan chiqmang.